Birleşken Devletler Teşkilatı organ toruning 14 iyundagi xabarida bildirilishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 12 kişilik hukuk mutaxassisi Xitayning Falun Gong murtlari, Uyg'urlar, Tibetlar, musulmonlar va xristianlarga qaratilgan ichki a'zo o'g'irlash to'g'risidagi xabarlardan intayin hayron qolganligini bildirgan. Mazkur mustaqil kishilik huquq mutaxassislari bu haqda bayonot e'lon qilgan bo'lib, ular Xitoyning millat, til yoki diniy e'tiqod jihati o'ziga o'xshamagan boshqa millatlar ichidan qo'lga ilinganlarni qini va ichki a'zolarini majburiy tekshirganligini, ammo boshqa mahbuslarning bu xil tekshirishdan o'tkazilmaydiganligini isbotlaydigan ishonchli uchurga erishganligini bildirgan. Bu bayonotga o'rtaq imzo qo'ygan Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq mutaxassislari ichida odam etkischiligi, bo'libmi ayollar va bolalar etkischiligi, jismoniy va ruhiy sog'lomlik huquqiy masalalari, osonlik millat masalalari, din va e'tiqod erkinlik masalalari, qiyin qistoq va inson qalbidan chiqqan muomala yoki jazo masalasi qatorli xizmatlarga mas'ul mutaxassislar bor ekan. Xabarda oshkorlanishicha, ishga a'zolarning tarqilishiga qulaylik yaratish uchun mahbuslarning tekshirish natijasi tirik a'zolar sonliq ma'lumot omiriga tizimga ilindigan. خوڭكوڭدىكى ئۆكتىچى گېزىتلەرنىڭ بىرى بولغان ئالما گېزىتى 500 ساقچىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. ھۇجۇمدا گېزىتنىڭ باش مۇھەررىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 5 يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچى قولغا ئېلىنغان. ئىگىلىنىشىچە، خوڭكوڭدا تۈرمىدە يېتىۋاتقان جېمىلەينىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى تۇرغانلىقى بىلەن تونۇلغان ئالما كۈندىلىك گېزىتى 500 ساقچىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. ساقچىلار يەنە مۇخبىرلارنىڭ كومپيۇتېرى ۋە بەزى يازما ھۆججەتلەرنى مۇسادىرە قىلغان. Hücumdan keyin Alma Kündelik gezitiga qarashliq şirketlerden Alma Kündelik besish cheklik şirketi ve AD internet cheklik şirketining mol-mulklarimi to'g'ritilgan bo'lib, qiymati 2 million 300 ming dollar ekan. Fransiya axborot agentligining xabariga qaraganda, saqchi xodimlari gezitning Xonkong va Xitoy rahbarlariga qaratilgan embargo chaqiriqi haqidagi xabarlar sababidan hujumga uchirgan. Xonkong bexatarlik ministri John Lee gezitning xizmatchilarining davlat bexatarlik qonuniga xiloflik qilish bilan ayblanganligini aytgan. Xitay 5. ayda o'zak ishlapchiqirish miqdorini bulturqiga selishtirganda 38% oshirish orqali rekord yaratgan bo'lib, Xi Jinping yuqori darajalik rahbarlarni tayinlab, o'zak urushiga tayyorlik qilmoqda ekan. İgilinishicha, Xitoy 5. ayda 30 milliardga yaqin o'zak ishlab chiqargan bo'lib, ishlab chiqarish miqdori bulturqiga o'xshash mezgildagiga selishtirganda 38% oshgan. Xitoy yil beshidan boshlab jami 140 milliard o'zak ishlab chiqargan bo'lib, davlatning yerlik yerim o'tkazgich kasbini qo'llab, Amerikaning texnikasiga tayinishni azaytishni planlagan. Xitoy prezidenti Xi Jinping texnikada o'z-o'ziga tayinishni kafolatlik qilish hamda Amerikaning jazosini yengiltish uchun muavin bosh ministr Liu Xini tayinlagan. Liu 3. avlod o'zak ishlab chiqarish uchun taraqqiyot va miqdor xizmatini ustiga elish bilan birga bu texnikani qo'lga keltirish uchun kerakli siyosiy va iqtisodiy yordamni shakllantirish uchun tirishadigan. Amerika bilan Xitoy o'rtasida korona virusining kelib chiqishi to'g'risidagi munozaralar davom qilayotgan bir paytda Beyjingdan yangi bayonot e'lon qilindi. Xitoyning yuqori darajalik yuqumli kasalliklari mutaxassisi virusning kelib chiqishi to'g'risidagi keyingi bosqichlik tadqiqotning Amerikada elib berilishi kerakligini aytdi. Xitoy kasalliklarning oldin olish va kontrol qilish markazidagi tarqalishchan kasalliklar doktori Zhang Guang yer shari vaqti gezitiga diqqatni Amerikaga yuzlantirish kerak dedi. Zhang Guang mundaq dedi: Amerikada bor bo'lgan barliq biologiyalik qurollarga munosabatlik masalalar astoydil tekshirilishi kerak.